imidjingiz haqida gapirmoqchiman. Adashmasam buni turmush o'rtog'ingiz tug'ilgan kuningizda sovg'a qildi. Nima sovg'a deb o'ylaysiz? Qarash ne? Nima deb o'ylaysiz? Stakan. Stakan? Kim? Pirovga. Voy, seriyozmi? Juda ham noodatiy, o'zi sizga mana shu stillar yoqadi va ular ham aynan topgan. Nima, qanday fikr bildirasiz bunga? Zo'r. Men buni o'zim Instagramda jo'natib turardim-da, u dizaynerda u. O'sha dizaynerlar jo'natardim, stillarini qara, qanaqa reklama qilishlarini ko'r, o'rgan degan ma'noda jo'natardim. U o'ylagan, men juda yaxshi ko'raman shu brendni. Sovg'a qil, nam yo'q. Bu nam yo'q deb tushunishgan balki. Da, lekin yoqdi o'zimga narsa. O'zlari tikkanmi? Yo'q, o'sha buyurtma qilgan o'sha brendda. Seriyoz? Umrimda zakaz qilaman deb o'ylamagandim bu shimdan. Ana. Shimmi bu nima bu? Qanday zakaz qilding buni? Voy, aytdim-ku. Ritser kelmoqda. Dish. Xo'p, nima dedi deb boshlang. O'zimda dedim. Bu короче, ana qilib eski tuski narsalardan tikadigan brend edi. Eski tushgan. Yaping. Yangami переделка qilib tanilib ketgan brend. Instagram tashlab turardim Muslimaga. Rahmat. O'rganinglar. Rahmat. Sabr qiling, hali hamma yaxshi bo'lgan narsangizni olib beraman. Bo'ldi. Men sabrli yer bo'lsam bo'ldimi? Yumshoqroq qilding dunyoni, sen yana kichkina xon.